Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Go'yo do'stlar. Meni yangigina videomga xush kelibsizlar. Okey, bugun men o'zim ishlatadigan modlarni ko'rsatib chiqqanman. Bu modlar 1.12.2 versiya uchun Java edishi uchun mos keladi. Okey, bu videoni bitta video olganman, o'tta modlarimni ham ko'rsatganman. Lekin u modlarda qanday qobiliyatlarga ega, nimalar qo'shadi, nima qila oladi degan qilganini tushuntirmaganman. Bu videoda biz shularni tushuntiraman. Birinchi bo'lib elementarimizni ochamiz. Mana bu modlar qayerda bo'ladi deb o'ylaysizlar? Albatta mening Telegram kanalimda. Telegramga silka esa kommentariyada bo'ladi. Buni qarasak, birinchi bo'lib mana security crafting mana bunaqa narsalar qo'shadi. Kamera, kodli sandiq, kodli pechka, shunaqa narsalar qo'shadi. Fake lava, fake suv, ushbu yerda monitori bor. Mana ishonmasanglar ko'rsatib beraman. Bunda kod qo'ysak bo'ladi. Bu yerga qo'yib qo'yamizda, kodini yozamiz. Masalan 12 deb yozamiz. Save ni bossak, bo'pti. Mana shunaqa qilib eshik qo'ysalar ham bo'ladi. Keyin bu yerga kamera bor. Buni istalgan joyga o'rnatasalarda, mana bu monitor bor. Bitta bosib qo'yasalar va mana buni bosasalar bo'ldi. Buni qaranglar, men. Okey, endi bundan chiqib ketamiz. Mana bularni yo'qotib yuboramiz. Ikkinchi modimiz bu shu security craft minalar qo'shadi va minali rudalar qo'shadi. Binolar jangida zo'r bo'ladi. Minali ruda qo'yasizlar va do'stinglarga prank qilasizlar. Qaysi biri haqiqiy olmos, qaysi biri soxta olmos deb mana ustiga chiqib qo'ysak portlaydi. Normani. Bularni yo'qotdik. Ikkinchi modimiz bu ham security craft buzilmas bloklar. Mana bu ko'za ochiladigan eshiklar ham bor, bilasizlar. Mana bu fun mod degan modim bor. Bu narsalar qo'shadi, anaqa rudalarni qo'shadi. Yangi modlar olganman, mana bunaqa bloklardan kiyimlar bu, masalan, Death o'lim bosh kiyimi, o'lim chest plate, ya'ni mana bu Mr. Crash mod, ya'ni bu mebellar qo'shadi. Mana bunaqa mebellar qo'shadi. Buni o'zingiz unutib ko'rasizlar. Hozir men unutishga vaqtim yo'q. Bu esa Meslis Doors. Mana shuni modni ham yuklab olasizlar. O'zi hamma modni yuklab olasizlar. Bu bunker eshiklari qo'shadi. Mana bunaqa eshikka qo'shadi, qaranglar. Mana. Bunker eshiklari buni ovozini ko'rsaysizlar, ovoz musik. Bobby elektrotga ko'rsak. Mana shunaqa eshikda qo'yishadi. Endi esa keyingi modlar bu Slash Blades modi. Bu albatta anaqa qishloqning videolarida ko'rgansizlar. Albatta mana bunaqa tupuradigan narsalari ko'ngillaytiruvchi. Hozir qishloq shundan foydalanadi. Hozir bir minut bitta olay bittasini. Qaytadan kirib, mana shu o'tirligini olamiz. Mana bu katana bu bloklarga sakrashida uchun kerak. Mana artefakt ishlatgan qishloq bilan bilog'on jangida, binolar jangida o'tkazganda mana shundan foydalangan. Yana parkurlarda ham shunday o'tsa bo'ladi. Bu esa aytganimdek tupuradigan men yutdanman turallala. Balok. O'zim ham qishloqni shogirdiman. Mana shunaqa sassiq narsalar. Ikkinchi Tenchkus. Bu qanaqa desanglar, bu qurollar modi. Mana bunaqa raketa, mana bunaqa mine gun, combat, ya'ni narsalar qo'shma. Otib ko'rsataman. Mana bomba yarmi portlatdi. Pistolet quroladi. Shu millionlarcha qurollar bor, o'zingiz ishlatib ko'rasizlar. Keyingi modimiz esa bu mashina modi. Bu qanaqa ishlaydi desalar, mana bunaqa qutilar bo'ladi. Mashina crashing mod. Mana bunaqa benzin kalitlari bor. Mana qo'yasizlar va bo'ldi. Agar survivalda ochmoqchi bo'lsanglar, hozir
to'xtaylik hozir bir daqiqa. Oppo. Bir daqiqa. Mana bu bolg'ami, mana shu bilan ochsa bo'lar edi. Yo'q, bu kreditda bo'lgan ochyapti survalga to'g'ri. Gamemod nomer 0. Mana bu. Keyin bitta. Okey, mana buni bo'ldi, ustiga bosalar ekan. Har bittasini mana shunday ochib chiqsa ham bo'ladi. Mana ajoyib mashinalar. Mana shu modda ishlataman. Mana mototsikl. Oppa. Ajoyib. Keyingi modimiz esa Block Booster modi. Bu mod qanaqa ishlaydi desanglar, hozir mana Block Booster. Hozir bitta masalan men hozir mana buni qo'ydik. Edit kerak emas. Sensga kiramiz. Mana buni ko'ramiz. Pluscha. Bu haqida отдельный video olaman. Kutinglar. Agar shu mod qanaqaligi bilmoqchi bo'lsangiz kommentga yozinglar. Bu qanaqa ishlaydi hozir ko'rsataman. Oppa, mana bunday qilamiz. Mana bunday qilib turib, tatta qilib chiqtirib, yana butunman bostirsak endi bu kerakmaydi. Mana bunachalar. Bu mod qanday ishlaydi desanglar, hozir keyingi videolarda ko'rsataman. Agar kommentariyada bu mod qanaqa ishlashini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar qanaqa ishlaydi, o'rgating, video chiqaring deb. Okey. Bo'ldi. Keyingi modimiz bu Creeper Dollars modi. Bu dollarlar qo'shadi, bu hech narsa emas. Bo'pti, keyingisiga o'tib ketamiz. Keyingisi esa Kutsum NPCs Tools. Ya'ni bunaqa mana bu builder blok. Nima desanglar, mana buni bosamizda insect build. Oppo dons. Yes. Da. Mana shunaqa uylar qurib tashlasa bo'ladi. Artefakt ham bu modni ishlatgan quruvchilar jangida. Lekin foydali mod bu. Bir necha daqiqada o'zi bitta tugma bilan qurib tashlasa bo'ladi. Ana bino tayyorladi. 50% buildings. Mana ajoyib. Bu mod shunaqa mod Kutsum NPCs. Mana bu ketmon nima qiladi desanglar, NPCsni qo'shasizlar va bitta edit tugmasini bosib medalistga anaqa jitillarni mana shu Block Booster modi sizlarda ishlansa shu mana buni qilsanglar bo'ladi. Wings tail entityga kirish kerak edi o'zi. NPCs classic crystal mana shuni NPC ko'rdim mana. Buni yo'qotib qo'yish uchun mana bu bosasalar va delete tugmasini bosasalar, yes bosasalar bo'ldi. Ikkinchi Lego Prep Mats anaqa modim bor. O'sha mana bunaqa narsalar qo'shadi. Mana bu bunkeri, nalari, eshiklari, bu mebellar qo'shadi xullas. Bu ham mod, mana skeletlar, bitta modda shunaqa narsa. Hamma modlarimni tashiyman. Okey, Telegramda hamma modlarim bor. Sizlar ham kanalga obuna bo'linglar, ham like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Okey, shunaqa narsalar qo'shadi bildik. Mana bunaqa o'yinchoqlar. Endi keyingi modimiz esa bu Freyr's Fitness Lifts. Mana shunaqa mod. Mana bunaqa narsalar qo'shadi. Masalan, bayroqchalar, mana bu ABC hozir ko'rsatib beraman. Set. Okey, mana bunday qilib bunday bitta bayroqcha qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana BBB. Ajoyib bo'lsa bayram yangi yillarda video olmoqchi bo'lsanglar, mana shu modni tavsiya etaman. Nimadir ishlamayapti. Boshqasini olib ko'rsataman. Arqonlisini. Okey, mana. Masalan, mana bunday qilib bunday qilsa bo'ldi. Keyin buni ham qo'shib yoniga bunday qilib bunday qilsak mana ajoyib bayroqchalar hosil bo'ladi. Keyingi modimiz esa telefon modlari. Mana bizga iPhone'lar qo'shadi. Mana bunaqa modlar qo'shadi. Keyin soatlar ham qo'shadi. Ishqilib Nokialar ham bor, Sony bor. Keyin shunaqa modlar qo'shadi.
Keyingi modimiz esa bu kar, ya'ni mashina modi. Bu anaqa taxtadan yasalgan qanaqadir mashina. Men ham YouTubedan ko'rgandim, yasashni bilmayman, lekin qiziqib olgandim. Sizlar ham tavsiya beraman. YouTubedan qidirsanglar chiqadi. Qanaqadir taxtadan mashina yasaganda, lekin men o'zim ham sinab ko'rmadim. Keyingisi o'tib ketamiz. Keyingisi esa Virus Commandis Blocks degan mod. Bu xonlar qo'shadi, mana unaqa gulxonlar qo'shadi. O'sha lampalar, mana bunaqa mebellar, qo'rqinchli mebellar qo'shadi. Keyin mana bu narsalar ham, tobutalar ham bor. Mana bu kon. Mana bunday qilib videolarda ishlasanglar bo'ladi. Xo'sh, bu esa ajoyib gulxon, qo'rqinchli degan bo'lardim. Bu esa kitob bitga yozsam bo'ladi. Bu esa tobut. Tobutga nimadir yozish mumkinmi? Clear copy calls. Tobutga bu nimadir yozsa bo'lar yoki hozir yozib kerakchi. Oppo Apple keywords. OSTB 1980-yil 1999-yil 2025 deb qo'yamiz. 2025 bo'ldi. Olsun, mana bo'ldi, shunaqa mod. Mana shunaqa modlar bor. Bu ham boyagi Vehicle Commands Items modi, ya'ni shu modda ham bor. Mana bunaqa telefon qo'shadi, keyin quloq qo'shadi. Mana bunaqa portfel, dollar, fleshka va shunaqa narsalar qo'shadi. Mana $1. Keyin bo'lsa Vehicle Commands Webs, ya'ni mana bunaqa qurollar ham qo'shishi mumkin ekan. Qurollar qo'shadi. Mana buni ham qaranglar. Bu qilichlar ham bor. Keyin mana bunaqa Vehicle va Armor degan mana bunaqa kasbiylar ham qo'shadi, kastullar. Keyin mana bunaqa oltindan bo'lgan bosh kiyimlar qo'shar ekan. Mana xuddi boyvachchadek oltin kiyim kiyib yursanglar bo'ladi. Buni ham qo'shib qo'yaylik. Mana ajoyib. Xo'sh, bitta mod qolib ketgandi, shuni tushuntirish uchun. Qanaqadir mod edi, bilmadim, lekin esimda. Mana o'zimni modlarimdan bittasi bo'lgan men modi. Bu mod sprayernesi mana bunaqa normal default qilsa bo'ladi. Agar pluslarni bosib, mana bunaqa family qilib qo'ysa bo'ladi. Keyin Wolf family mana bunaqa o'zgartirsalar bo'ladi. Donate pack. Bossak, oppo, mana telefonim ko'tarmaydi, bularga o'xshaydi. Qaldira boshladi daji. Normallik hozir elementar yana defaultga qaytarib qo'ysak o'zgaradi. Xo'sh, bu nima ekan o'zi? Yo, bu sehrli to'yqcha ekan. Oppa. Qani. Oppa. Ya bu hech narsa qilmaydim. Hozir bu yoqqa ayirib tashlamasani. Ya bu hech narsa qilmas ekan. Yo, mana shuncha vaqtimni oldim. Bu yoqqa ketaningni so'raman. Amma mana pistoletim bor-ku. Yo, buni pistolet bilan ursak, mana bunaqa narsa bo'lyapti. Yo, qurol bilan urish kerak ekan. Bu o'lib qoldi-yu bu. Bo'pti. Modlarimni ko'rdinglar, obunachilar, barchaga xayr. Sizlar bilan men Galyard o'z bo'ldim. Bu modlarni qayerda yuklashinglar mumkin? Albatta mening Telegram kanalimda. Telegramga silka bu kommentariyada bo'ladi. Boyagi qurollar modi mana bunaqa qurollarni ham qo'shib tashlaydi. Bitta qurollar saqlansa kerak. Bitta zombi paydo bo'lishi kerak, lekin men buni normal qilsam yana paydo bo'lishi boshlaydi. Bo'ldi. Barchaga xayr. Sizlar bilan men Galyard o'z bo'ldim. Bitta modlarni aytganimdek Telegram kanalini yuklashinglar mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Axir bizning maqsadimiz 200 ta obunachi bo'lish. Hammaga xayr.